Dadasi, va nihoyat oyimga, sizga, menga umraga borish uchun to'playotgan pulimiz yig'ildi. Iltimos, borib tezroq olib keling, rosa ham borgim kelyapti. Tinchlikmi bolam? Onajonim, sizga, o'zimga, keliningizga deb oyligimdan oshinib pul yig'ib kelayotganda umraga boramiz deb. O'sha pulni yig'dik, biz uddaladik. Voy, muncha yaxshi. Mazza qilib borib ibodatlar qilib kelarkanmiz birgalikda. Duo qiling, tezroq borib biletni olib keling. Omading bersin, sog' salomat borib kelgin. Tezroqda olib ishlaring hal bo'lsin. Bo'pti ona, men ketdim. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Hop. Yaxshi borib kel. Hop. Voy, mazza qilib borib kelarkanmiz de. Akami? Aka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chiqing, o'zim tashab qo'yaman ishxonangizga. Qo'y, ketaver, sutim yomon. Kir bo'lsa bo'ladi, chiqing. Uka, o'zing yaxshimisan? Rahmat aka. Oyim yaxshimi? Oyim yaxshilar. Oyim mendan xafa bo'lsa kerak-a. Ona ham o'z farzandidan xafa bo'ladimi aka? Shu uylanib, bola chaqali bo'lgandan keyin o'zing ovora bo'lib, yaqinlaringni ham ko'rgani bora olmaysan aka. Voy, uka, mashinang dahshat-ku, ha? Aka, sizga ham nasib qilsin. Rahmat. O'zim men ham pul yig'ib yurgan edim. Mashina olaman deb. Ko'rmaysanmi, jiyaning kasal bo'lib qolib, hamma pulni ishlatib yubordim-da. Xudo xolasa olaman. Xudo xolasa. To'xta. Alo. O aka, bo'ldi, ketyapman hozir. Ukam bilan. O'tganda aytdim, ukam jipi bor, zo'r mashinasi bor. Dahshat. Shu ukam bilan ketyapman. Shu mashinadaman. Chiqib turing, hozir ko'rasiz mashinasini. Oppoq, zo'ridan olganda. Mayli aka, gaplashamiz. Uyga o'ting bolalarni olib. Xo'p. Akang seni hammaga maqtab yuribdi. Sen akangni kimga maqta olasan? Akangni maqta oladigan nimasi bor? Umraga ketyapman deysan. Umraga odamlarga ko'z qilgani ketyapsanmi yo savob olganimi? Agar senga katta savob kerak bo'lsa, qara, ana akangga qarash, akangga yordamlash eng katta ajr savob shu emasmi aslida? Davr